Rahmat, yaxshi. Nima gaplar? Nimalar qilyapsizlar? Quyosh. Nima dedingiz? Zemka. Zemakansiz. Это что значит? Nima degani u? Yaxshi. Alisherga qo'yamiz. Lekin yomon isib ketyapman. Isib ketyapman. Zemlak sandyapti bitta joy. Damza deyapti. Yo'q. Zemlak qalaysiz unda? 5 oling. Hey, aka. Sizga bay bo'pti, paka. Xafa bo'lmang, gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 oling boriga baraka. Ketsami? Yaxshi ochmayapti anaqalarni. Nimagadir. Bilmayman, ochmayapti. Kommentariyalarni hozir o'qib chiqaman. Internet слабый вообще, Wi-Fi yo'q chunki. Qatasida turmushga chiqish niyatda bormi? Bor, конечно. Men ham qotib qolmanmi shunda? Menga Wi-Fi o'rnatish kerak edi, bilin. Qachon o'rnataman, bilmayman. Qotib o'tirishinglarni qaranglar ustimdan. Zuhra, ha. Zalga chiqmayapsizmi? Chiqyapman. Nima bor sanga yana? Nima bo'ldi? Shuni bo'lmadi. Paka. Menga keyingi safar aniq kreditdan yutasiz, menga o'rib bering, xo'pmi? Baha. Men kutaman. Kreditdan yutasiz, menga urib bering deyapman. Joni ofatmidi? Oldingi akkauntingiz yo'q. Malomat edi. Malomatga sop tashiydigan malomat bor-ku. Shundoq ham sandan boshqasiga urmayman. Yo Bahaga ham aytaman. Хорошо. Rahmatik. Qotos. Johnny, la gente está muy loca. Anaqasi o'tmabdi Alisher aka. Nima nomi? Verifikatsiya qilingani o'tmabdi. Juda SMS ham kelmadi, hech nima kelmadi. Bilmayman, hozir kecha nimadir ko'rish qildim, o'shanda verifikatsiya so'radi. Ya'ni verifikatsiyaga отправить qilyapman. Berish kerak. Endi qanaqa tekshirar ekan? Maximus 90. Qalaysiz?